bolam uchun yashadi. U ona bo'ldi. Bir umr orzu qilgan farzandini bag'riga oldi. Quvonchdan dunyoga sig'may ketdi. Yolg'izlik, og'riq, tahqirlar hammasi ortda qolgandek edi. Dunyolarga sig'masdi u. Ona, shu bolam uchun yashayman. 5 yil. U 5 yil davomida bolasi bilan birga yashadi. Toki hayot yana uni sinamas ekan, qaytib kelgan qiz degan gaplar, o'sha og'riqlar, qarashlar, mahalla qo'yning pichinglari uning uyda joyi qolmagandek edi. Yana chiqib ketishga majbur bo'ldi. Kichkina farzandi bilan ijara uyda noladan boshladi. Muhimi, bu yer tinch degan ovoz uni tinchlantirardi. Lekin tinchlik uzoqqa bormadi. Bir kun shifokorlar bolasiga tashxis qo'ydi. Yuragida parok bor edi. Operatsiya qilish kerak, lekin bu yerda emas, deyishdi. Shu so'zlar bilan butun dunyosi yana qulab tushdi. Ko'zlarida yosh, yuragida dahshatli bir holat. Bolam uchun yashayman degan onaning yuragida og'riq. Bolamni qanday qutqaraman? Har kecha yig'ladi. Har tong bolasining yuziga boqib, sabr bolam, men seni sog'lom qilaman, deb o'ziga o'zi so'z berdi. Bu orada yana bir haqiqat bilan yuzma-yuz keldi. Onalik. Bu oddiy holat emas edi. Bu butun borlig'ingni o'zgartiradigan mas'uliyat ekan. Endi u har bir qarorni o'ylab qilar, har bir so'zida bolasining kelajagini hisobga olar edi. Chunki u endi faqat ayol emas, ona edi. O'sha mash'um vaqtda 2 yo'l bor edi. Yoki tug'ilmagan boladan voz kechish, yoki odamlar nima deydi degan savollar bilan boladan voz kechish. U eng qiyin yo'lni tanlaganini va menga farzandim kerak, men bolam uchun yashayman degan so'zlar, qaror uning farzandini bag'riga olishi uchun yetarli edi. Odamlar nima deydi? Nomusimiz. Otasi voz kechgan. Otasiz bola kimga ham kerak? Ammo u qaror qilgan edi. Yo'q, bu mening farzandim. Men uni dunyoga keltiraman. Kim nima desa desin, bu mening hayotim. U ichida birgina narsa bilan yashadi. Farzandim borligi mening yashashim uchun sabab. Albatta har kun oson bo'lmagan. Qorong'u tunlarda yolg'izlikda yig'lagan, ammo baribir har tong uyg'ongan, har tong yashashni tanlagan. Va endi u bilardi, hayot hali tugamagan. Bu hali boshlanishi edi.